Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimholi yozilgan Sherin Bullaq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Madinaning dastlabki davrida qurilgan qo'shinlar to'g'riliq tushunchalarda bo'ldik. Endi 3-si. Xazar qo'shini Hijriyaning 1-yili Zulqa'da, milodiy 623-yili 5-oy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Said ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu başçılığında 20 kişilik atlı qo'shinni Qurayshlarning bir tijorat karvonini to'sishga avatdi va Said raziyallahu anhuga qarordan o'tib ketmaslikni alohida topildi. Qo'shin uloqliq va piyodalik yo'lga chiqib, kunduzi yushirinib, kechasi yo'l yurib, 5-kuni saharda qarorga yetib bordi. Ular yetib bargandan keyin karvonning bu yerdan oldingi kuni o'tib ketganligini bayqidi. Said raziyallahu anhuning alimimu oq rangda bo'lib, Miqtat ibn Amru raziyallahu anhu ko'tirgan edi. 4-chi Abuwah yoki Vaddah jangi. Hijriyaning 2-yili Safar 2-oy, milodiy 623-yili 8-oy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medinede öz o'rniga Said ibn Ubada raziyallahu anhuni qoldirib, maxsus muhacirlardan tashkillangan 70 kishilik qo'shin bilan Qurayshlarning bir tijorat karvonini to'sish uchun chiqdi. Hatto Vaddan degan yergacha bordi. Bu qitimli urush bo'lmadi. Bu jangda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Mahshi El-Zamari bilan ittifoqdoshlik kelishimini imzoladi. Amri shu chaqda Bani Zamra qabilasining boshlig'i edi. Kelishim nomining teksti tuvandigicha. Bu Allohning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Bani Zamra xalqiga yezib bergan putuknomasidir. Bani Zamra xalqi Allohning diniga qarshi harakat qilmaslar, Supa dengizi iqib tursila, ularning mol-mulki va hayot bexatarligi to'liq kapolatga ega qilinadi. Dushmaniga qarshi yordam beriladi va Rasululloh mo ularni yordamga chaqirsa, ular chaqiriqqa ovoz qo'shadi va salom. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ilib borgan tunji jang bo'lib, Madinadan yo'lga chiqib 15-kuni qaytib kelgan. Alam yanıla oq rangda bo'lib, Hamza ibn Abdul Muttallib raziyallahu anhu ko'tirgan edi. 5-chi Bavat jangi. Hijriyaning 2-yili Rabiul Avval, milodiy 623-yili 9-oy. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem sahabelerden 200 kişini ergeçtirip Qurayshlarning bir tijorat karvonini to'sish uchun chiqdi. Karvonda Umayya ibn Xalaf, Jumahi ve yana 100 odam ve mal hisobida 2500 to'ga bor edi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem qo'shin bilan Rizva tavalligidan Bavat degan yergacha bordi, ammo ularni uchirtolmadi. U bu qitim Madinada o'z o'rniga Said ibn Ma'az raziyallahu anhuni qoldirgan. Oq ranglik alamni Said ibn Abi Waqqas raziyallahu anhuga tutqizgan edi. 6-chi Sahfon jangi. Hijriyaning 2-yili Rabiul Avval, milodiy 623-yili 9-oy. Kuriz ibn Jabiril Hihri mushriklardan bir qancha qaroqchi bilan Madina yayliqiga hujum qilib, bir bo'lak chorva va qo'y to'glardan bo'lib ketdi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem buningdan xabar topgandan keyin sahobalardan 70 kishi bilan uni qo'g'lashga atlandi. Hatto Badri tavalligidan Sahfon degan yergacha qo'g'lab bordi. Lekin u Kuriz va uning odamlari qo'lga tushirolmay qaytib keldi. Bu jang birinchi Badr jangi deb ataladi. Bu qitimliq jangda Madinada o'z o'rniga Zayd ibn Haris raziyallohu anhuni qoldirib qo'ydi. Alamning rangi oq bo'lib, Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga tutqizgan edi. 7-chi Ushayra jangi. Shu yil Jamadiyal avval yoki Jamadiyal oxir, milodiy 623-yil 11-oy yoki 12-oy.
Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm məxsus muhacirlardan təşkillenген 150 kişi, 200 dəpmu qarılıdı, bilən 30 tögəgə növətləşib minib, Qurayşlarning Şamğa ketiyotgan bir karvanini to'sishga atlandı. Chiqish yoki chiqmaslikni musulmonlarning ixtiyoriga qo'ydi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm karvanning nurg'un mallarni elib Makkadan yo'lga chiqqanligi to'g'risida ma'lumot topshirib olgan edi. Shunga u jiddiy yo'l yurib, Zil-Ushayra degan yerga yetib keldi. Lekin karvanning bir qancha kun ilgari bu yerdan o'tib ketganligi ma'lum bo'ldi. Bu karvan Shamdan qaytib kelishda Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm uning oldini to'sish uchun qo'shin tortib chiqib, cho'ng Badri jangining yuz berishiga sabab bo'ldi. İbn İshaq rahimahullohning rivoyatida Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Jamadiyal avval 5-ci ayning oxiri yo'lga chiqib, Jamadiyal oxir 6-cı ayning boshlari qaytib kelgan deyiladi. Ehtimal bu tarixshunoslarning mushu jangning vaqtini bekitishdagi qarashining o'xshamasligi bo'lsa kerak. Bu jang jarayonida Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Bani Mudlij qabilasi va ularning ittifoqdoshlari bo'lgan Bani Zamra qabilasi bilan o'zaro dushmanlashmaslik kelishimini imzoladi. Öz o'rniga Madinada Abu Salima ibn Abdul Asad roziyallohu anhuni qoldirgan edi. Bu jangdagi alammu oq ranglik bo'lib, Hamza ibn Abdul Muttallib roziyallohu anhu ko'targan edi. 8. Naxla qo'shini. Hijriyaning 2-yili Rajab, milodiya 624-yili 1-oyga to'g'ri keladi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Abdullah ibn Cəhşi roziyallohu anhuni muhacirlardan 12 kişi bilan Naxla degan joyiga avatdi. 2 kişi bir tögəyə növbətləşib minib mangdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm Abdullah roziyallohu anhuga bir parça xat yazıb tutquzub, saq 2 kun yo'l yurgandan keyin ondan xatni ichib, shu bo'yicha ish ko'rishga buyurgan edi. Abdullah atlanib 2 kundan keyin xatni ichib o'qidi. Xatda mundaq deyilgan edi. Bu xatimni o'qigan bo'lsangiz, siz yana to'xtamay mengib, Taif bilan Makka oralig'idagi Naxla degan yerga berib tushing. U yerda Qurayshlarning karvanini kuzating va bizga shu to'g'riliq ma'lumot yetkazing. Vassalom. Abdullah xatni o'qib, "Bo'ladi, farmon bordarmiz" dedi va hamrohlariga Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmning fərmanını uqtirib, "Men chuqum boraman, biroq sizlarni majburlamayman" dedi. Shuning bilan ularning hammasi boradigan bo'ldi. Lekin safar davomida Said ibn Abi Waqqas raziyallohu anhu bilan Utba ibn Xazvallar navbatlashib mingan to'gisini yuttirib qo'yib, ikkalan ashu to'gini izlab qo'shindan ayrilib qoldi. Abdullah ibn Cəhşi roziyallohu anhu hamrohlari bilan to'xtamay yo'l yurib, oxiri Naxla degan joyga kelib tushdi. Shu asnoda bu yerdan Qurayshlarning quruq uzum, oshliq va tijorat mollarini elib mang'an bir karvoni o'tdi. Karvonda Amri ibn Hamzari, Abdullah ibn Mughiraning 2 o'g'li Osman bilan Navfal va Bani Mughira jamiyatining chakiri Hakam ibn Kaysallar bor edi. Musulmonlar maslahatlashib mundaq deyishdi. Bugun Rajab, harom oyining oxirgi kuni. Ularga tegish qilsak harom. Oyning hurmatini buzgan bo'lamiz. Agar qo'yversak, ular bugun kecha haram zaminga kirib oldi. Ular shundaq deyishib, oxiri qo'lsish qaroriga keldida, biri o'qiya bilan Amri ibn Hazramiga o'q uzib uni o'ldirdi va Osman bilan Hakamni asir oldi. Navfal qochib ketdi. Ondan karvondagi barliq mol-mulk va 2 asirni haydab Madinaga elib keldi. Ular bu g'animatdan 5dan birini ayrishdi. Bu islom dini ro'naq topgandan bo'yanqi tunji qitim 5dan biri ayrilgan g'animat. Tunji o'ldirilgan, maqtul va tunji asir elingan asirlar bo'lib qoldi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm qo'shinning bunda harakat qo'llanganligidan norozi bo'ldi. U "Men sizlarni harom oylarda urush qilishga buyurmagan edim-ku" deb qaydi. Va elib kelingan mol va asirlarni tasarruf qilishdan chekildi.
Müşriklar bu vaqadan keyin musulmonlarni qaralash uchun obdan bir fursat topdi. Ular musulmonlarni Xudo harom qilgan oy kunlarning hurmatini dafsan qildi deb aybladi va bu haqda har xil so'z cho'jaklarni tarqatdi. Oxir Alloh taolo vahiy nozil qilib, mushriklarning sodir qilgan askiliklarining musulmonlar o'tkazgan sahvanlikka qaraganda xarakteri ig'ir va oqibati yomon jinoyat ekanligini bekitdi hamda yilqi fitna ig'vo o'sak so'zlarga keskin raddiya berdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ular sendin harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'raydi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjidi Haramda ibodat qilishdan to'sish va Masjidi Haramdan aholini haydab chiqarish Allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir. Fitna, ya'ni mu'minlarga ziyondoshlik qilish, odam o'ldirishdan qattiq gunohdir. Qur'on Karim Sura Baqara 2-sura 217-oyatning bir qismi. Bu oyat mushriklarning musulmonlar qo'shinining harbiy istili haqida tarqatgan har xil fitna fasod ig'volarining o'rinsiz ekanligini jakorladi. Chunki ashu muqaddas harom oylarning izzat hurmati mushriklarning islom diniga qarshi harakatlari va uning e'tiqodchilarini xolgancha azoblab qiynashlari bilan allaqachon dafsanda qilinib bo'lg'aydi. Ular ayni chaqda ashu muqaddas oy kunlarda hatto harom qilingan Makka zaminida musulmonlarning mol-mulkini bulang-taroj qilishgan edi. Yana shu oy, shu kunlarda haram zaminida Alloh taolaning payg'ambarini yushurun o'ldirishni qaror qilmadimi? Bu haramning hurmatini dafsanda qilganlik bo'lmay nima? Acaba endi birdilla u harom qilingan zamin va oylarning hurmati va muqaddas izzat obro'yi asli kelib qopdi-ku. Bununla daxli taruz yetkizish eng cho'ng gunoh va qabiy jinoyat bo'lib qopdi-ku. Bundan ilgari uning shunchalar katta izzat hurmati zodi nay ketgan. Shak shubhisizki, mushriklarning hadab kuchab davrang silayotgan hiliqi ig'volari to'limi bema'nilik va yuzsizlikdan o'zga ish emas edi albatta. Shundan keyin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hiliqi ikki asrni qo'yibdi va maqtulning ega chaqlariga diyat to'limi xun puli to'lab berdi. Mana bular Badri urushidan ilgariki qo'shin avatish harakatlari va ilib berilgan janglardir. Har qaysida musulmonlar tarafidan Iroqdan hayva ko'rsib, ogohlantirish berishdan boshqa mushriklarning mollarini bulab, musodara qilib olish va erlarni o'ldirib asir ilish hodisasi sodir bo'lmadi. Faqat Naxli vaqasida mushriklar Jabir ibn Fihri boshchiligida Madinaga hujum qilib, bulang-talang qilgandan keyin shuningga qarta azroq tegib qo'yish bo'ldi xolos. Demak, mushriklar ilgari keyin bo'lib, nurg'un qabih askirliklarni qilgandan sir, yana bu qitim mushtni dastlab atgan o'zlari bo'lg'ashqa, shuningga qarta muvofiq tadbir qo'llanmay bo'lmadi. Abdullah ibn Jahshi qo'shinda yuz bergan voqeadan keyin mushriklarning g'am andisi amri xavfga aylandi. Ularning ko'zi oldida cho'ng bir xatar ko'langisi planlashga boshladi va ular yuz berish ehtimolidan qo'rqib turayotgan ish haqiqatan yuz berdi. Ular buningdan Madina tarafning uxlab yotmaganligini, ularning intayin sagaklik bilan o'zlarining harakat tevishlarini tuyib turganligini va taxminan 300 kilometr yiroqcha bostirib kelib, odamlarni o'ldirib, mollarini musodara qilib, yana omon eson qaytib ketilgudek darajada jasoratga ega bo'lganligini bilib olishdi. Hamda o'zlarining Sham bilan bo'ladigan savdo tijoratining davomli xavfga uchraydiganligini jazmlashtirib olishdi. Lekin ular mug'ambarlik va mushtum zo'rliqdan hushini yig'ib, Juhayna va Bani Zamra qabilalarida tinch ittifoq yoki o'zaro e'tirof qilish asosida yashash yo'lini tutmay, balki texmu haddidan eshib, o'chmanlik va adovat o'tida to'lg'inishga boshladi. Hatto ularning kattabosh amaldorlari burun to'lg'an musulmonlarni o'z mahallasiga berib qirib tashlaymiz degan tahdid shuarini amdilikda amaliyotda o'rinlash qaroriga kelishdi. Mana bu mug'ambarlik oxir ularni Badrga so'rab chiqqaydi. Zulmga qarshi urush qilishni farz qilib bekitish va uningga targ'ib qilish uchun har taraflama
tayyorlik ko'rishga farmon tushirish ayni chog'dagi vaziyatning jiddiy taqozosi edi. Navoda shu chog'da vaziyatni to'g'ri mo'ljallaydigan odatdagi gibi harbiy qo'mondon mas'ul bo'lgan holatdimi? Albatta qo'shinni darhol tartibga silib, yuz berish ehtimoli bo'lgan voqealarga qarata tezdan inkos qaytarish holatida turishga buyruq tushirar edi. Mana hozir vaziyat haq bilan nohaq o'tirsidagi qonliq to'qinishni taqozo qilayotgan paytda hammani bilguvchi buyuk Parvardigor Taolo qandoqmi urushga farmon tusharmay qolsin? Halbuki Abdullah ibn Jahshi qo'shini vaqasi mushriklarning hayvisini qattiq yerga urib, ularning zardisini qaynatayotgan va ularni put ko'ygan to'xodek dard alam cho'g'lariga dasitib qo'ygan tursa, zulmga qarshi urush qilish farmoni bayon qilingan oyatlar urushlarning yuz berish ehtimolining nihoyatda yaqin qolganligidan, nusrat va g'alabining oxirgi hisobda musulmonlarga mansub bo'lganligidan derak beradi. Dal mushu kunlar Hijriyaning 2-yili Şaban milodiy 624-yil 2-oyda Alloh taolo Masjidi Nabiyning qiblasini Baytul Muqaddas tarafdan Masjidil Haram Ka'ba tarafga o'zgartirishga buyruq tushirdi. Natijada musulmonlar sepiga malmonchilik va parokandichilik sinish maqsadida suqunib kirib olgan imoniy ojizlar va Yahudi munofiqlar musulmonlar sepidan ayrilib asli nasliga qaytdi. Bunun bilan musulmonlarning lashkariy saflari nurg'ulg'an aldamchi, xiyonatkor kushanlardan tozalandi. Qiblaning o'zgartirishi musulmonlar toki mushu yangi qiblani ishg'ol qilganga qadar davomlashadigan yangi bir davr bosqichining boshlanganligini ko'rsatdi. Alayli, bir qavmning qiblasi dushmanlarining qo'lida qilib qilish shu qavm uchun nomus ish emasmi? Uni hayot bir kuni ularning changildan qutuldirmay bo'lamdi. Mana bu bishorat-ishoratlar va amr-farmon buyruqlarning turtkisida musulmonlarning aktivligi oshdi va Alloh yo'lida urush qilish va hal qilg'uch janglarda dushman bilan tig'ma-tig' elishish qizg'inligi yuqori ko'tarildi. Shunda qilib bugungi o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat. Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjima holi yozilgan Shirin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugungi o'qiydiganimiz Badr urushi. Badr urushi islom tarixidagi tunji hal qilg'uch jang. Jangning sababi. Oldingi bobda Ushayra jangi haqida so'z qilganda, Makkadan Shamga ketayotgan Quraysh tijorat karvoni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'liga tushmay, qochib qutulganligini aytgan edik. Bu karvonning Shamdan Makkaga qaytish vaqti yaqinlab kelganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shimol tarafga Talha ibn Ubaydullah roziyallohu anhu bilan Said ibn Zayd roziyallohu anhu ni karvonning xabarini elishga avatdi. Ular Havroi degan yergacha berib, karvonning yo'lini kuzatib turdi. Bir chaqda Abu Sufyan karvonni boshlab Sham tarafdan kirib kelibdi. Ular uchqandek yurib Madinaga qaytib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ahvolni ma'lum qildi. Karvon Makkaliklarning ming to'giga qachilangan zo'r miqdorda mol-mulklarni elib kelyotdi. Uning umumiy qiymati kam deganda 50 ming dinar oltindan oshadi. Karvonda faqat 40 dak odam billa edi. Bu Madina uchun aytganda oltin fursat. Mushriklar uchun aytganda mushu molni qo'ldan berib qo'ysa, harbiy, siyosiy va iqtisodiy jihatda qaqshatquch zarba hisoblanadi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga chaqiriq qilib: "Ey xaloyiq, mana bu Quraysh karvoni ularning jimi mol-mulklarini elib kepti. Uni to'sishga otininglar. Alloh uni sizlarga iltifot qilibsa ajab emas", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqiriqni e'lon qilganda,
Bədirdə karvan bədiliga Quraysh qo'shini bilan buncha qattiq tutishib qalarini o'ylamagan edi. Shunga u hech kishini chiqishga zo'rlamagan, balki chiqish-chiqmaslik ishni musulmonlarning erkin ixtiyoriga qo'yib Shundaq bo'lg'achqa, sahoba keramlarning ko'pinchisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu qitimqi yurishini oldingi qitimdagi yurishlardan farqlanmaydi deb o'ylab Madinada qilib qolgan edi. Shunga jangdan keyin hech kishi bu jangga qatnashdi yoki qatnashmadi deb ayiblanmadi. Musulmonlar qo'shinining lashkariy kuchi va qo'mondonlik qatlamining o'rinlashtirilishi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinadan yo'lga chiqdi. Uning bilan 313 yoki 314, 319 kishi birga otlandi. 82 yoki 83 yoki 86 muhojirlardan, 61 Avis qabilasidan, 170 Xazraj qabilasidan edi. Musulmonlar bu qitimqi yurishga ancha cho'ng hasham qilib ketmadi. Shunga ularda faqat ikkila ot bor edi. Biri Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuning, yana biri Miqdad ibn Asvad Kindi raziyallohu anhuning edi. Yana 70 to'ga bor bo'lib, 2-3 odam bir to'giga navbatlashib minishatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali ibn Abu Talib va Mirsad ibn Mirsad G'anaviylar raziyallohu anhuma bilan bir to'gini navbatlashib mindi. Madinada o'z o'rniga va namoz o'qib berishga Abdullah ibn Ummu Maktum raziyallohu anhuni qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam otinib Ravha degan yerga chiqqanda Abu Lubaba ibn Abdul Munzir raziyallohu anhuni qaytirib o'z o'rnida Madinada ish boshqarishga belgiladi. Bosh qo'mondonlik alimini Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhu Quraysh qabilasi Abduttar jamoatidan uningga tutqizdi. Alam oq rangda edi. Qo'shini ikki qismga bo'lindi. Birinchi muhojirlar qismi. Uning alimini Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhuga tutqizdi. Ikkinchi ansarlar qismi. Uning alimini Said ibn Ma'az raziyallohu anhuga tutqizdi. Qo'shinning o'ng qanot qo'mondonligiga Zubayr ibn Avvam raziyallohu anhuni, sol qanot qo'mondonligiga Miqdad ibn Asvad raziyallohu anhuni mas'ul qildi. Chunki bular yuqorida aytganimizdek qo'shindagi birdan bir otliqlar edi. Orqa saf mudofiasiga Qays ibn Abi Saisa raziyallohu anhuni belgiladi. Bütün lashkariy qo'shinning oliy bosh qo'mondoni bo'lish sifati bilan markaziy bosh qo'mondonlik payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qo'lida bo'ldi. Musulmonlar qo'shinining Badrga qarab yurib ketganligi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sahobalarning to'liq tayyorlik qilib olishini kutib o'ltirmayla yo'lga chiqdi. U Madina tog' yo'li bilan otlanib toki Bi'iri Ravha degan yerga borguncha Makkaga boradigan cho'ng yo'lni bo'ylab mangdi. Bi'iri Ravhadan qo'zg'alganda Makka yo'lini so'lga tashlab, Noziya tarafga o'ngga burilib, Badrga qarab, Noziyaning bir chetidan yo'l oldi va Noziya bilan Sabra jilg'isi degan yerning o'ttirsidagi Rahqon deb atiladigan bir vodini kesib o'tdi. Andın bir tar jilg'idan o'tib, tuvanga qarab mingib, Sabra degan yerga yaqinlashdi va mushu yerda to'xtab, Busays ibn Amril Juhani bilan Adi ibn Zag'ba al-Juhani raziyallohu anhumani Badrga kentiga karvonning ahvolini maxfiy chorlab kelishga avatdi. Andın bir tar jilg'idan o'tib, tuvanga qarab mingib, Sabra degan yerga yaqinlashdi va mushu yerda to'xtab, Busays ibn Amrul Juhani bilan Adi ibn Zag'ba
Al-Juhani raziyallohu anhuni Badri kentiga karvonning ahvolini maxfiy chorlab kelishga avatdi. Makkada jakorchi. Ammo karvonning ahvoli mundaq bo'ldi. Abu Sufyan bu karvonning bosh mas'uli bo'lish sifati bilan intayin paxas bo'lib, ehtiyotchilik bilan yo'l tutdi. U Makka Sham yo'lining xavf-xatardan xoli emasligini bilgachga, karvonning oldida payloqchi va ayg'oqchilarni avitib, ahvol egallab mongdi va o'tgan-kechgan yo'lovchilardan yo'l so'rab turdi. Uzun o'tmay uning payloqchilari Muhammad sallallohu alayhi va sallam karvonga tegish qilish uchun odamlarni boshlab chiqibdimish degan axborotni yetkazdi. Bu chaqda Abu Sufyan Zamzam ibn Amril G'iforini setib olib, Makkaga Qurayshlarni karvondagi mollarini va odamlarni qo'g'dash uchun askar chiqarishga chaqiriq qilg'ili avatdi. Shuning bilan Zamzam intayin tez sur'atda yo'l yurib, oxiri Makkaga yetib keldi va Batni vodiy degan yerda to'xtab, to'g'isining burnini kesib, to'qimini ta'tir o'rdi. Ustidagi kiyimni yirtib tashlab, bunda qilish xabar qilmoqchi bo'lgan ishning jiddiyligini bildirdi. To'gidan tushmay turib, Alloh tova salg'ili turdi. U mundaq deydi: "Oh isit, voh isit, melinglarga Muhammadning sallallohu alayhi va sallam odamlari qo'l soldi. Ulgiramsizlar yo'q, bilmayman. Al-madad, al-madad, voy isit, voy isit." Makkiliklarning qaytirim hujumiga tayyorlanganligi. Makkiliklar chaqmoq tezligida harakatga keldi. Ko'chalar nihoyat jiddiy ko'rinadi va Muhammad sallallohu alayhi va sallam va uning odamlari buni, ya'ni karvonni Amr ibn Hazramining karvondagidek ish bo'la deb o'ylamdi. Hargiz undaq ish yo'q. Azbray Xudo, biz uningga o'zimizni bir tuntib qo'ymasak, deyishdi. Shuning bilan ular bir uyda ikki bo'lsa cho'qim har ikkisi otlandi va yoki ikkisining biri otlanib, yana biri o'rniga odam yollab avatdi. Kishilarning chiqish-chiqmaslik ixtiyorida bo'lmadi. Hamma odamning cho'qim otlanishi talab qilindi. Shunga Makka mo'tavarlaridan Abu Lahabdan boshqa birmu odam ayrilib qololmadi. Faqat Abu Lahab zimmisida qarzi bor bir kishini qarzni qaytarib o'tish sharti bilan o'z o'rniga saplab chiqardi. Makkaliklar o'z atrofidagi arab qabillarini safarbar qilgan edi. Ulardanmu Quraysh jamiyatiga tava birmu qabila va yoki oymoq ayrilib qololmadi. Faqat Bani Adi jamiyatida odam qatnashtirmadi. Makka qo'shinining lashkari kuchi. Bu qitim Makka qo'shinining yo'lga chiqish oldidagi lashkari kuchi 1300 kishi atrofida tashkillandi. Buning ichida 100 ot, 600 savut, soni aniq bo'lmagan nurg'un to'ga tayloqlar bor edi. Qo'shinning bosh qo'mondoni Abu Jahil ibn Hisham bo'ldi. Qo'shinning oziq-tulik ta'minotini Quraysh boylaridan 9 kishi ustiga oldi. Qo'shin bir kun 9 to'ga, yana bir kun 10 to'ga so'yib oziqlanib mangdi. Bani Bakri qabillarının xavfi. Qo'shin yo'lga chiqish oldida Quraysh bilan Bani Bakri qabilasi o'rtasidagi koni adovat va lashkari surkilishlar tilga ilindi. Shuning bilan bu qabilalar orqa tarafdan zarba bersa, Qurayshlar ikki toshning o'rtasida qilib cho'ng talobatga yo'liqishdan qo'rqib, irodasini yenib olmoqchi bo'lishqa edi. Lekin bu chaqda iblis mal'un Suraqa ibn Malik Juhshumning siyoqida paydo bo'lib kelib, "Men sizlarga Bani Kanana qabilasi, Bani Bakri, Bani Kanananing bir oymiqining har qanday yomonligidan boshpanoh bo'laman" deb ularni yo'l ustidagi kutilmagan dushmandan xotirjam qildi. Makka qo'shinining yo'lga chiqqanligi. Qurayshlar shaytonning va'dasi bilan ko'nglini tindirgandan keyin Alloh taolo tasvirlagandek takabburona kishilarga ko'z-ko'z qilish va Allohning yo'lidan to'sish maqsadida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning aytgandek g'azab nafrati bilan
tümür qalqanlarını көтөрүшүп, Allah ve Allah'ның peygamberi bilen qarşılaşqılı atlandı. Ular musulmonlarni cho'qim to'siya olamiz degan o'y bilan atdigan turishib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va musulmonlarning Quraysh karviniga qo'l silishga jur'at qilganidan qattiq xo'rliq his qilgan va g'azab nafrati toshgan holda Madinaga qarab yo'lga chiqdi. Ular shimol tarafda Badriga qarab intayin tez sur'atda yo'l yurib, yo'l ustida Vodil Uspan, Qadid, andin Juhfarlarni bisib o'tdi va Juhfarga borganda Abu Sufyanning ularga yangidan yo'llagan mundaq bir axborotini topshirib oldi. Axborotda mundaq deyilgan edi: Sizlar karvondagi odam va mol-mulklarni qo'g'dash uchun chiqqan ekansizlar. Allah uni o'z panoyida saqladi. Shunga qaytinglar vassalom. Karvonning qochib ketganligi. Karvonning qochib ketish jarayoni mundaq bo'ldi. Abu Sufyan Makka Sham cho'ng yo'lida janubga qarab intayin ehtiyotchanlik va sagaklik bilan qadam besib kelyotdi. U oldin kuzatish va axborot yetkazish harakatlarini hassilab jiddiylashtirgan edi. U bir chaqda Badriga yaqinlab keldi va o'zi bevosita Badri kentiga karvondan oldiroq kirib Majdi ibn Amri bilan uchrashdi. Hamda uningdan Madina taraf to'g'riliq gap so'radi. Majdi uningga: "Men g'ayri ahvol sezmadim. Biroq uloqliq ikki kishi kelib, avu do'ngning kayniga to'g'larini cho'ktirib qo'yib, tulumlariga sut qachilab qopib ketganligini ko'rdim" dedi. Shuning bilan Abu Sufyan darhol Majdi ishorat qilgan hiliq yerga kelib, u yerdagi to'gining yangi mayoqlarini qo'liga ilib uvab baqdi va uningdagi xurmo uruqchilarini ko'rib cho'chib ketib, "Azbroy Xudo, bu chuqum Yasribning halipini yegan to'gining mayiqi" dedi-de darhol karvonning yiniga qaytib, Badrdan o'tadigan cho'ng yo'ldan karvonning yo'linishini o'zgartib, kun petish tamga, ya'ni dengiz sohili tarafga qayrilib mangdi. Va bu orqali karvonni Madina qo'shinining qo'liga tushib qilishdan saqlab qoldi. Hamda Makka qo'shini Juffida topshirib olgan hiliqi axborotni yo'llayotdi. Makka qo'shinining qaytmoqchi bo'lganligi va orada ixtilof yuz berganligi. Makka qo'shini Abu Sufyanning yangi axborotini topshirib olgandan keyin qaytmoqchi bo'lishdi. Lekin bosh jinoyatchi mustabid tag'ut Abu Jahil ibn Hisham hakkavurlik bilan o'ttirga chiqib: "Qasam qilamanki, biz Badriga berib, u yerda 2-3 kun turib, to'gilarni suyib, lashkarlarga ziyofat berib, aroq sharoblarni ichib, qiz xonimlarni o'ynatib, butun arablarga bizning qo'shin tortganligimizni va harbiy kuch-quvvatimizni ko'rsatib qo'ymay qaytmaymiz. Shunda qilganda, andin ular bizdan mangu tap tortadigan bo'ladi" dedi. Lekin Ahnas ibn Shurayq Abu Jahilning gapiga qaramay, qaytib ketish fikrida ching turib oldi. Ular buningga unimidi. Natijada Ahnas Bani Zuhra qabilasini boshlab, u Bani Zuhra qabilasidagilarning ittifoqdoshi hamda ularning mushu yurtdagi mas'uli edi. Ular bilan qaytdi. Natijada Badri urushiga Bani Zuhra qabilasidan birmu odam qatnashmadi. Halbuki ularning soni 300 ga yetadi. Shundan keyin Bani Zuhra jamoati Ahnasning fikridan mamnun bo'lib, uni ulug'laydigan va hurmatlaydigan bo'ldi. Bani Hashim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jamoatimi qaytmoqchi bo'lgan edi. Ammo Abu Jahil ularga bism ishiltib: "Biz qachon qaytsak, bu toyiblarmi shu chaqda qaytadi" deb turib oldi. Shuning bilan Bani Zuhra qabilasi qaytib ketgandan keyin 1000 kishi atrofidagi qurolli qo'shin Badrini nishonlab yo'lga chiqdi. Ular davomli olg'a ilgirlab, oxiri Badriga yaqin joylar, ya'ni Badri vodisining Madinaga yiroq keladigan chegarasi bo'yiga joylashgan to'piliklardan bir to'pining kayniga kelib tushdi. Musulmonlar qo'shinining qiyin o'tgili. Madina qo'shinining axborotchilari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga karvonning qichib ketganligi va Makkadan zo'r ko'lamda qo'shin tashkillanib chiqqanligi to'g'risida ma'lumot yetkazgan edi.
Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm arqa-arqadan tapşırıb alğan bu məlumatlarni ətraflıq, çoğunqur təhlil qılğandan keyin haman qanlıq toqunuşdan saqlanğılı bolmaydiganlığını, onun üçün çoxum cəsarət və şicaət bilan yüreklik halda alğa ilgirləşning zörürlüyünü cəzimləşdirdi. Şək şübhəsizki, navada Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bu qitim Məkkə qoşununun muşu ətrafdakı rayonlarda temiz qılıb yürüşüge yol qoyduğan bolsa, bu Qurayş tərəfinin ləşkəri küçü və siyasi cəhətdəki üstünlüyüge mədət berganlik, hətta onu astirtidən qollğanlıq, hamda musulmonlarning nam şöhretini yerga urganlik və onu xunuklaştırganlik bulatdı. Bəlkə texi bunundan keyin İslam hareketi cansız cəsədgə aylanıb qılıb, muşu ətrafdakı İslam diniga öçmənlik bilan qaraydiganlarning hamısının yürəgi tomlaşıb, yamanlıqqa cürət qıldıgan bulub qilishi mumkin idi. Bu nam şöhret və xorluq deganlarni qoyub durub, ən mühimi ko'z oldimizdagi hozirgi vaziyatni alayli. Navada musulmonlar bu qitim ciddi pozitsiya tutmasa, Məkkə qoşunu davamlıq alğa ilgirləb, Mədinəyə bastırıb kirib, qo'lida qurolning so'niqi bo'lmagan ommaga urush o'ti ochmaydi və musulmon aholilarni o'z mahallasida qirg'in qilmaydi deb kim kapolatlik qila oladi? Shundoq ekan, Madina taraf ozroqla bexastalik qilib, o'zini urushdan qochirsa, musulmonlarning nom shuhratigila emas, hatto mavjudiyatiga eg'ir xavf yetadi albatta. Lashkariy kengash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ushtumdut o'zgarayotgan bu xatarlik vaziyatning taraqqiyotini nazarda tutib, qo'shin ichida kengaytirilgan lashkariy kengash chaqirdi. U kengashda qo'shinga hozirgi vaziyatni tunishtirdi va qo'shindagi barliq askar qo'mondonlar bilan ham suhbatda bo'ldi. Dal mushu chaqda az sondagi bir qism kishilar qo'rqib, qattiq to'qinishdan ansirdi. Alloh taolo bu haqda mundaq dedi: G'animat taqsimoti to'g'risidagi hukmning Allohga va uning payg'ambariga xos qilinganligini ularning yoqtirmaganligi, Parvardigoringning seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni uying joylashgan Madinadan urushga chiqarganligini ularning yoqtirmaganligiga o'xshaydi. Mu'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydilayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashidi. Qur'on Karim Sura Anfal 8-sura 5-6 oyat. Bu çağda qo'shin qo'mondonlaridan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'rnidan turib, nihoyatda dono so'z qildi. Arqadan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'rnidan turib ifoda bildirdi va oqilona fikr berdi. Ondan Miqdod ibn Amri roziyallohu anhu o'rnidan turib: "Ey Rasululloh, sen Allohning ko'rsatmasi bo'yicha mang'in. Biz sen bilan billa bo'lamiz. Allah bilan qasamki, biz sana Bani İsrail Musa alayhissalomga degandek, sen Parvardigoring bilan billa berib ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turayli demaymiz. Balki sen Parvardigoring bilan berib urush qilgin. Bizmi sen bilan billa turib urush qilamiz deymiz. Seni haqdan bilan avatgan Allah bilan qasamki, agar sen bizni Berkul G'imatga boshlasang, Yamandagi bir joyning ismi. Ashu yerga yetmiguncha hargiz to'xtamaymiz dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga nihoyat yaxshi dedi va xayrlik duo qildi. Bu 3 rəhbər muhacirlardan idi. Halbuki muhacirlar qo'shinda az sonliqni egallaydi. Şuna Peyğəmbər sallallohu alayhi və sallam Ansar rəhbərlərinin fikrini elib baxmoqchi bo'ldi. Chunki ular qo'shinda ko'p sonliqni tashkil qilatdi. Eng muhimi, Ansarlar bilan Aqaba kuni putishgan bay'at modellerida
Ansarlarning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni Madinaning sirtidimi qo'g'dab urush qilish majburiyati bor deb bekitilmagan edi. Hamda bu qitim urush yuz berib qalsa, jang maydonining eng og'ir yuki ashlarning zimmasiga yuklanadi. Şoňa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu 3 rahbarning so'zini anglab bolgandan keyin ansarlarga qaratdi. "Ey xaloyiq, to'g'ri maslahatinglar bolsa beringlar" dedi. Buni sezgan ansarlar qismining qo'mondoni Said ibn Ma'az raziyallohu anhu "Azbroy Xudo, bizni demakchimisan ey Rasululloh" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Ha, shundoq" degaydi Said. "Biz sana iymon keltirdik. Seni rost payg'ambar deb chin tutdik. Sen ilib kelgan dinning haqliqiga guvohlik berdik va buning uchun so'zingni anglashqa, amringga itoat qilishqa ahdu paymon berdik. Ey Rasululloh, irodang bo'yicha ish qilgin. Seni haq din bilan avatgan Alloh bilan qasamki, agar sen bizni mushu Qizil dengizga kirishga buyursang, cho'qim bosh tortmay kiramiz. Birimizmi ayrilib qolmaymiz. Әділlikdə düşman bilan tutuşub qilishni hargizmi yomon ko'rmaymiz. Biz chidamchan, subatlıq kishilarmiz. İnşaallah bizlərdən memnun bo'ladigan ishlarni ko'rsan. Şoňa ishlaringni Allohga topshirib, yo'lingni davomlashtirgin, dedi. Yana bir rivoyatda Said ibn Ma'az raziyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, ehtimol sen ansarlar faqat menga yordam berish va meni qo'g'dashni Madina ichidagi majburiyat deb bilidu deb qo'rqayotgan bo'lishing mumkin. Men ansarlarga vakolatan so'z qilay ham javob beray. Sen bizni xohlagan yerga boshlab borgin. Xohlagan kishi bilan ahdu aloqa o'rnatqin. Xohlagan kishidan aloqa rishtingni uzgin. Mal dünyalarimizdan özün xalab algın. Özün xalab qo'yib qo'ygin. Her halda sening elib algının biz üçün qo'yib qo'yguningdan çarıroq. Bizning har qanday ishimiz sen buyurgan ishqa mansubdir. Allah bilan qasamki, agar sen g'amdonning baraka degan yeriga yo'l olsang, bizmi cho'qim sen bilan birga atlanamiz va qasam qilamanki, agar bizni mushu dengizga kirishga buyursang, ikkilanmasdan kiramiz degan. Said raziyallohu anhuning so'zi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga zo'r ilhom bo'lgan chig'i, u bu gapdan nihoyatda mamnun bo'ldi. U mundaq dedi: "Alga ilgirlayli, umidvor bo'layli. Alloh menga ikki toyibning birini va'da qilgan. Qasam qilamanki, go'yo men shu topda mushriklarning maldaqdek yotgan o'liklarni ko'rgandek bo'lyapman." Shundaq qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.